To'yingga yetib keldimmi? Onasi. Voy otasi, rahmat. Zagsga nechta mashina aytding? 3 ta. Madam o'g'lini to'yiga nechta aytding? U 4 ta aytgan. Biz 10 ta aytamiz, tushundingmi? Pulimiz yetami? 20 yil Rossiyaga nima uchun ishladim? Madamimdan o'taman deb ishladim. Onay! Voy onay! Ha, otasi? To'yiga nechta odam aytding? 300 ta. Madamin nechta aytgandi? Turistdan aka, 450tami? Sen 600 ta odam chaqir. Yetmasa qo'shni qishloqdan chaqir. Bo'lsa, madaminikidan zo'r bo'lsin. Xo'p bo'ladi. Tog'a, Rossiyasiga olib keldingizmi? To'yda ko'rasan qanaqa shikoyat olib kelganimni. Mana qara, sen sunnat bo'lganmisan? Ha. Bo'lmaganingda qo'shib yuborardim to'yga. Otasi menga qarang. Ikkitagina qo'y so'yamizmi? Madamni nechta so'ydi? 2 ta qo'y, bitta inoq so'ydi. Biz 4 ta buqa so'yamiz. Ha. Pul ketsin, obro' ketmasin. Zo'rsiz otasi. Menga qarang otasi. Mana yerda kitob odam turadi. Mana yerda qovun parvoz. Mana yerda suv ichimliklar. Mana yerda non, pul, shirinliklar hammasi bo'ladi. Pinchoza salatlardan. Xullas, dasturxoningiz to'ladi. Mana yoq bo'sh qolyapti-ku. Shu joyda o'ylamabman-ku. Madamni nima qo'ygani bu yoqqa? Rossiyskiy ishkalab qo'ygan. Razraz, Brikuch. Salashni o'rganyapsanmi o'g'lim? Yo'q. Kim bu sodaqo'zi? Artist. Isming nima? Botir Qodirovning shogirdiman. Ismdan qolma qarab, yo'q. Madamni to'yiga qaysi artist chaqirgandi? Hamdam Sobirov. Undan zo'ri bormi? Inna bilan jahkalik. Bor o'g'lim, chaqir. Zo'r bo'lsin. Madaminikidan zo'r bo'lsin. Dadasi bu jahalipingizning qo'shiqlari o'ynab bo'lmayapti. Majbursan endi, o'yna, obro' uchun o'yna. Jahalib, Jotam, bratan. bu to'yga o'zi qanchadan chiqyapsan? 20 000 So'mdami? dollar. Yo'lingga 2 soat ko'zimga ko'rinmasa o'ldirib qo'yaman. Jahalib 20 ming dollarga chaqirdi. Nechta qishloqda bitta manma. Sog'inganman ota mehrim. Siz onamga o'xshab keling. Otajon hamma xalq ichida sizga maqta so'radi. Mana shu avtomobil sizga ota. Voy! Hafta oldida o'g'lingni ko'tarib yubording. Jon bolam. Rahmat bolam. Kelim qani? Hojatxonaga chiqib ketdi. Ko'rinmanda. Bunga o'ynasa bo'lar kerak. Ayna! Inangga rahmat. O madami. To'xta. Cho'ntagingga nima sovg'a olding? Tushdimi? Stoldagi eng zo'r narsani olibsan-da, ha? Bo'ldi, Sherbutda tan oldim. Qishloqdagi biri sensan, eng zo'ri. To'xta. Zurnoy pasta, rossiyskiy. Nima qilaman men? Kuygan joyingga surtib qo'yasan. Rahmat. Tuzum bo'lyapti otasi. Inna qizim ketyapsanmi? Da, hojum. Spasibo. Ertaga kelin salomni ham shu inna qizim aytsin. Voy, salom nima? Да. Деньги есть? Много есть. А все, тогда завтра приду. Пока-пока. Завтра. Бригада. Vaqt nima sotar? Darhol pulni berishim kerak. Sen kimsan? To'yda o'g'lingiz moshina bergan deysizlarmi? Ha. Shu moshina sizni oldingizga kreditga chiqarilgan. Xabaringiz bormi? Ota, keliningiz bilan qayerga boramiz? Rossiyaga. Nimaga Rossiyaga? Zo'r ish topib beraman. Kelin bilan birga ishlaysan. Hisoblab chiqdim. 25 yil ishlasak, hamma qarzimizdan qutulamiz ekan. Ha, siz ham borasiz? Men bormayman. Nimaga? Deport bo'lganman. Bolalar, qizdiramiz, yondiramiz.
Bo'ldi, to'polon qilmanglar ey. Sayfulloh, yig'ishtir jo'ra. Nutun jo'ra. Kim eshadini san to'yga boshqa? Biz nima mashinasida ketamiz? Siz bilan keting. Siz men bilan. Siz men bilan ketasizmi? Siz men bilan. Meni kim olib ketadi? Zapravkaga 50 ming so'm bersang olib ketaman. Malohat. Ota-onangiz tashlab ketayotganingizga yig'layapsizmi? Qizing, bu yog'iga to'y qazangan bo'ldim. Bosaman! Lachlasmen! Jigar hech narsani o'ylama. To'yingga chitir-chitir somsamandan to'yona. Kelin baxtli bo'laylik. Katta ish qilibdi-ku bu. Çalçalay, saz çalçalay, çalgıcı zor çalçalay, oynamagan kalmasın, yaşlılar saz çalçalay. Çalçalay, çalçalay, çalgıcı zor çalçalay, oynamagan kalmasın, yaşlılar saz çalçalay. Uyga ruxsat berdi onam, baxtli bo'lsin dugonam. Riyalga yirtadi barsan, to'yingga yoptirdim chitir-chitir somsa. Shuma yirtaman o'zi, tushundingmi? Yirtaman, realmi? Bo'lamiz lolacha, rost bo'lamiz lolacha. Nima qilyapsiz, jo'ra? Kuyov suzilish. Rost bo'lamiz lolacha. Erta turib salom. Qadrlav, do'stlar, davday, yuracağım. Maydan, qadrday. To'ylar qutlug' bo'lsin, to'ylar muborak bo'lsin iloyim. Ikkala yosh baxtli bo'lsin iloyim. Keyingi navbatni onalar operatsiyasiga beramiz. Dam olishlaring. Kimni onasini operatsiya qilasan? Onam kasalmi operatsiya qilasan? Yaqinda o'zi operatsiya bo'ldilar. Bo'ldi, jigar o'zingni bos, men chitir-chitir somsani hal qilib qo'yganman. Sapir somsa qilib ekan. Şamilduktan. Yomon jo'ralarni chaqirib kelay. Nimaga? Qizdirib turmaydimi? Padeshga kelmaydimi? T-Bank bu eski Tinkov. Black kartasi esa Rossiyada yashash uchun, ishlash uchun qulay bo'lgan T-Bank kartasidir. Siz bu karta orqali O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'iziston va boshqa mamlakatlarning milliy valyutasidan hech qanday foizlarsiz pul o'tkazsangiz bo'ladi. Agar 30-aprelgacha video tagidagi havola orqali kartani rasmiylashtirsangiz, undan 1 yil davomida bepul foydalansangiz bo'ladi. Boshqa kartalardan yoki naqd pul bilan kartani to'ldirish, ish haqingizni ham to'g'ridan-to'g'ri shu kartangizga qabul qilsangiz bo'ladi. Undan tashqari naqd pul yechsangiz hech qanaqangi komissiya to'lovlari olinmaydi. Pro obunasi esa chet elliklar uchun yanada yaxshi va foydali xizmatlarni taqdim etadi. Undan tashqari kartani chet el raqamiga, pasport va Rossiya sim kartasisiz rasmiylashtirsangiz bo'ladi. Shunchaki ariza qoldirasiz va kartani Rossiya bo'ylab sizga yaqin bo'lgan manzilga olib borib berishadi. 30-aprelgacha havola orqali kartani rasmiylashtiring va 1 yil davomida barcha xizmatlardan bepul foydalaning. Onam mening, onam, onam yo'q. Bahodir qoch, mayvama. Sarar mayvama, sen boya yurding, men navbatda. Yo, sen unday qila. Akajon. Iltimos akajon. Mana shu radnoyim bu jo'rabek yuvadi deng. Iltimos o'tirib so'rayman, sharmanda qilma. Bo'pti, jo'rabek yuvadi. Qoch, sen balonni yuvasan. Balonni qoraytirsan. Labingdan o'psam jonim, nima qilasan nima? Gel. Qancha bilan yuvaysan o'zi? Aka o'zim mumkin 100 ming. 150 ming bersangiz mehr bilan yuvib beramiz. 100 ming bersa mehr bilan yuvmaysanmi? Sal mehrsizroq bo'ladi. Bo'ptimi? Kechga olib ketaman. Bo'pti aka. Muzikani qo'y, kalonkani baland qila. Bahodir, kasal puli sanda tursin. Bo'l. Bachalar, bugun bir nochnoy klubga bormaymizmi? Mana aka kelguncha Fengonchada boramiz. Jo'rano, Real Madrid qanday o'ynaydi? Yaxshi o'ynaydi. Sen nima Neftema qo'shilyapsan hozir? Yo'q, yaxshi o'ynaydimi?